Hozir bitta 25 yosh bola o'zini osib qo'yibdi. Kecha ham bitta shunaqani eshitdim. Kechadan oldin kuni ham. Har kuni bitta yo kunora bitta o'zini osganlarni eshityapman-da. Sababi nima desang, qumor o'ynayapti-da yoshlar. Futbolga pul tikadi, UFCga pul tikadi. Yoshlar o'ynamanglar, keyin qarz bo'lib qolib o'zini arqon bilan chetga ketayotgan bolalar. O'zlaringni o'ldirmanglar, qarz bermanglar. Bo'ldi. Qumorda yutqazilgan pul qumor bilan to'lanadi. Naqd pul berilmaydi. Ota-onalaringni yondirib ketasizlar, faraz qilinglar, ota-onalaringni ustiga benzin quyib yoqsa qanaqa azoblanadi, o'shandan ham battar bo'ladi farzand dog'ini ko'rib turgan ota-onalar. Farzandlaringni ham yetim qilib qo'yasizlar, ular ham bir umr kimdirdi eshigin tagida sarson bo'lib yuradi. O'ynamanglar shu illatni, bu narkomanlikdan ham yomon. Narkoman odamlarni ko'rganmiz davolanganligini. Lekin bu qumorga aralashgan odamlar bedavo kasal bo'ladi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib ketinglar. Men hali sizlarga juda ko'p foydali va kerakli videolarni qo'yib berib turaman. O'zlaringni hayotda o'rinlaringni topishlaringga ham yordam beraman, yoshlar.